Hozirgi patsientkamiz Toshkent shahridan 26 yoshdalar, ikkilamchi bepishlik 6,5 yil bilan murojaat qilganlar. Bular bepishlikning asosiy sababi teri tuzi spermiya bilan murojaat qilganlar, ya'ni spermani foizini sifatini pastligi bilan. Lekin bu ayolimiz 60 kilo vес tashaganlar. Shu muddat ichida, qancha muddat ichida tashagansiz buni? 2 yil davomida, ya'ni tabiiy fitness bilan to'g'ri ovqatlanish, правильный питанияларni qilib 110 kilodan bular 50 kilogacha tushganlar. Bu ayolimizda 12 ta tuxum olganmiz, 12 tadan 6 ta embrion hosil bo'lgan. Birinchi embrion transferimiz omadsiz bo'lgan. Afsuski, keyin 2 ta embrionlarini tekshirdilar. Shundan hozir o'g'il, sog'lom embrionni ekib beramiz. Duoda bo'linglar. Ilohim homiladorlik bo'lib, xursand bo'lib kesildi. Ayolimiz o'tgan oyda juda ham yuksak qaraganlar. Hozir o'zlari tan olib turibdilar. Aytganlarimga, tavsiyalarimga amal qilmay, hammasini kech-kech bajarganlar. Endi afsuski o'xshamadi. Bu safar maksimal harakat qildik. Aytganlarimiz joy-joyida qilib, chiroyli natijalarga erishish nasib qilsin.